Telegram sozlamalar qismini ko'rib chiqamiz. Asosan bizga nima vazifalarni bajarib berish haqida tanishtirib o'tamiz birinchi navbatda. Bizga agar avtomat orqali qaysidir mijozdan to'lov bo'ladigan bo'lsa, shu to'lov bo'yicha bizga Telegramdan xabar yuborib turish uchun kerak bo'ladi. Agar to'lovlar bo'ladigan bo'lsa, biz tizimga, ya'ni avtomatga kirmasdan turib, Telegram orqali kelgan SMSlardan, xabarlardan kimdan qancha pul yechganini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Buni to'g'irlash uchun bu yoqda instruksiya yozib qo'yganmiz. Shu bo'yicha ko'rsatib beramiz. Birinchi navbatda Telegram sozlamalar qismini yoqib olamiz. Va bu yoqda ko'rsatilgan bot Fazil Telegram bot orqali biz o'zimizga Telegram bot yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Va Telegramga o'tamiz. Botni ochib olamiz. Bu yoqda yangi bot yaratish qilamiz. Birinchi navbatda bot uchun nom berishimiz kerak bo'ladi. Va bu qismida biz bot uchun username kiritishimiz kerak bo'ladi. Username bitta o'zimiz uchun unique so'z bo'lishi kerak va pastki chiziqcha bot so'zi bilan tugagan bo'lishi kerak. Kiritib ko'ramiz. Biz xohishimiz bo'yicha do'konimiz nomini yoki MCJ bo'lgan bo'lsa MCJimiz nomini shunga qarab mos qo'ysak bo'ladi. Biz qo'yib ko'ramiz bu yoqqa. Avtomat va to'lov bot qilib yaratdim. Agar bizga bot so'zi bo'lmasa oxirida bizga bu yoqda qaytaradi. Bu bot so'zi bilan tugashi kerak degan ma'lumot. Bu yoqda kiritib qo'yaman yana qaytadan. Bot. Va buni kopiyat qilib oldim. Create bot qilgan bo'lsak, bu bizga token yaratib berdi. Buni kopiyat qilib turib, biz sistemaga o'tib Telegram bot token degan joyga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bizga keyin ketib taqiladigan jarayonlarimiz, bizda Telegram guruh ochib, Telegram guruhga botni biriktirib, shu guruhni chat ID'sini bu yoqqa kiritishimiz kerak bo'ladi. Men oldindan guruh yaratib qo'yganman. Bu yoqda men botni topib turib, unga start bosib olishim kerak. Mana bu bizning hozir kelayotgan botimiz. Men unga start bosib qo'ydim. Bu biz uchun tayyor. Endi men u botni avtomat to'lovlar degan guruhga qo'shishim kerak bo'ladi. Guruhga kirdim. Добавить qildim. Avtomat to'lovlar bot. Start bosadigan bo'lsam, bu qo'shildi bizga. Keyingi jarayon men bu yoqdan qilishim mumkin bo'lgani get chat ID botiga o'tib turib, men shu guruhni chat ID'sini olishim kerak bo'ladi. Guruh ochganim uchun guruhlarni tanlayman va shu guruhdan chat ID'sini olaman. Bizga bergan chat ID mana shu bo'ladi va buni ko'chirib olishimiz mumkin. Ko'chirib olib Telegram chat ID degan qismiga qo'yamiz va saqlash tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga hamma sozlamalar bo'yicha ishga tushadigan jarayonga keldi. Endigi navbatda bizda to'lov bo'ladigan bo'lsa, to'lovlar bo'yicha hamma ma'lumotlar Telegram orqali bizga yuborib beriladi. Telegram sozlamalarini to'g'irlash shu jarayonlardan iborat.